أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Bugün okumakçı olan dersimiz Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazla ihsanı inayet ile Fusulun pi usulü tefsir degan şu risalada şu kitapçığımızda ders kılmakçımız yerimiz şu nimiti Turukut tefsirinin 6. mevzusu التفسير بالاجتهاد والرأي diye to'xtab qolgan to'q kep to'xtab qolganning o'zidan davom qilishga tirishimiz inshaalloh. Sadisan at-tafsiru bil ijtihadi va ra'i deydi. Oltinchisi ijtihad va ra'i bilan tafsir qilish deydi. Nimning oltinchisi desa, turuqut tafsirning oltinchisi, tafsir qilishning oltinchi usuli. Masalan, tafsir uchun 6 xil yo'lning borligini, 6 xil yo'llar bilan yo'lning borligini yuqorida bayon qilgan. Masalan, Qur'oni Karim bilan tafsir qilish bu bir. Qur'oni Karimni sunnat Rasululloh alayhisolatu vasallam bilan tafsir qilish bu ikki. Qur'oni Karimni sahoba kiramlarning so'zi bilan tafsir qilish 3. Qur'oni Karimni tabiinlarning so'zi bilan tafsir qilish 4. Qur'oni Karimni lug'at bilan tafsir qilish 5. Bu Qur'oni Karimning o'zini ra'y ijtihod bilan tafsir qilish deydi. Bu 6 ta mana shundoq. Sadisan at-tafsiru bil ijtihadi va ra'yi. الاجتهاد والرأي والاستنباط والعقل كلها مصطلحات تدل على مدلول واحد عند علماء علوم القرآن. اجتهاد دينجاب، رأي دينجاب، واستنباط دينجاب، عقل دينجاب، همسي علوم القرآن علماءlarının karşıda bir hukmni, yani bir manani uqtirdigan islahi kelimeler buladıydı. Başka usulü yolunun karşıda ijtihad, istinbat, aklı, ra'ying gap biraz farklı gene. Bundaq bo'lgan bo'lsa-mu, bu ulumul Qur'on ulamolarning qarshida hammasining ma'na mazmuni asos jihatdan bir-birisiga murodif, yaqin mundaq bir ma'noni uqtirgan islohiy kalimalar bo'ladi. وقد غلب مصطلح الرأي على هذه المصطلحات ولذا فهو الذي سيتكرر ذكره. وچuqum g'alib qilib ketdi-da ra'iy degan istiloh. Ra'iy degan istiloh shu islohlarga, qanaqa ijtihod, istinbot, aql degan bu uchiga bu ra'iy degan bu istiloh g'alib qilib ketdi. Mushu jihatdan u ra'iy degan gapning o'zini tilga olish to'la takrorlandi deydi. Al-ma'sur bir-ra'i. O bu degandek ra'iy degan gaplarni boshqasini tilga olgandan ra'yini sal jiqroq tilga olindi. O ra'yining zikri takror topadi deydi. Mas'alatun hal waqa xilafun fi javoz tafsir bir-ra'i. Bu bir masala ki qandoq desa, masalan, tafsirning o'zini ra'iy bilan tafsir qilishning durust ekanligida ixtilofat yuz bermadimi degan masala. Yazkuru ba'dul bahisina xilafan fi mas'alatin ma wa laysa hunaka xilafun haqiqiyyun wa min hazihi al-masail mas'alatu tafsiri bir-ra'yi. Bazı tahqiqat, bazı şunaslar, bazı bahislar bir masalalarda azgına bazı ixtilofatni tilga oladi. Ammo bu yerda
Cevheri cihetini aytganda, ona haqiqiy cihetini aytganda ixtilofat yo'q. Birdan bir masalada azgina bir ixtilofotni tilg'ab qolib qoladi deydi. Masalan, bu masalaning qatoridandir. Bu ixtilof shakli azgina bir ixtilofat yuz berib qolgan masalaning qatoridandir. Ra'y bilan tafsir qilish masalasi deydi. ويرجع سبب هذا إلى عدم تحرير محل النزاع لأن في تحرير محل النزاع نسبا لمثل هذا الخلاف المزعوم. Әмді bu xil ixtilopatning sababi talash tortish qilgan o'rinni tahrirmaslikka qaytadi. Sabab shu. Bu ixtilopatning sababi bu shakli azgina bu xil ixtilopatning sababi talash tortish qilinib qolgan o'rinni haqiqiy tahrirlab, uni tozcha uni rasmiy inchikilmaganlik sabab mashunga qaytadi deydi. Chunki talash tortish o'rinlarini tahrirlashda bu xil gumonliq ixtiloflarning o'xshuncha portlatib tashlab o'tishi bor. Nisban portlatib tashlab o'tishi bor. Uni hargiz o'rin qolmaydi vaqtda. Agar talash tortishning o'rnini tahrirlashsa, hech qanday bu gumonliq ixtilofotning o'zgacha mahal qolmaydi. Agar mushuna bu masalani o'zini tahrir qilib olsa, bu xil gumonliq ixtiloflarni portlatib pachaqlab tashlab o'tishi bor deydi. والرأي قال به الصحابة والتابعون من بعدهم وعملوا به ومنهم صديق الأمة أبو بكر الذي قال في الكلالة لما سئل عنها أقول فيها برأي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. Hem bunu sahabeler ve tabi'inler, o sahabelerden ki tabi'ler diyen ra'yi ve onu amel kılan ra'yi. Ra'yi dedi o ra'yini sahabe dedi ve tabi'inler dedi o sahabelden ki onu amel kıldı. O sahabenin ki Katar'dan Sıddık'ul Ummeh Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu dedi ki kalale diyen meslek kadar. Kalale. Mesela onunki at ismi yok. Onun için valla usul valla paris yok. Mirasta. Buna okşaş kişilerin özüne öz yalğız. Onunki hiç qanday varisler bulmagan. Bunun özüne kalala deydi de. Bu kalala hakkında dedik ya bu Bekir Zıhrazılan o kişinin sorulgan çağda. Nem deyip men u kalal hakkında öz ra'yim bilen deymemen. Bunu ra'yim bilen bir cevap verip bakaman. Eğer bu ra'yim doğru olsa o Allah'tan elhamdülillah deyme. Eğer o ra'yim hata olgan olsa menin hatalığımdan, özemden bu hatalık, manisi özemden nispet vermen ve şunakla şeytanın buludu bu hatalık da bina diyen deydi. Bunu ben ra'yim bilen cevap vermen. Ve hazar ra'yullezi عمل به الصحابة والرأي المحمود وهو المبني على علم أو غلبة ظن. Bu ra'yi ki ona sahabe-i keremler Rıdvanullahi aleyhim emel kılan bu ra'yi o saatine maktılışkı layık ra'yi deydi. Bu olsa ilim üstü kurulgan ya ki galabatuddan. Galabatuddan degende mesela dan dep koydu. Bu ilimden biraz tevenrak. İlim derecesi biraz teven. Ama şek derecesinin yukarı. Şek, vehmi, hiyal deydiğinden yukarı. 60-70% ornep teşkil kılganlar bu teşkil kılganın üzerine onun deyimiz dan. Mesela eğer ilim olsa 100 desek bu dan 60-70 şek 50 vehmi 40 ya ki 30 bana atrapı degendek. Mesela o fakatlıkla o ra'yi usul ilim üstü kurulgan.
yoki g'alabatuddan gumonning roji kuchliroq usti qurilgan. Bu xil nima ra'il mahmud maqtilishga loyiq ko'zqarash ra'yi mana deydi. أما الرأي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف وشنعوا على صاحبه وهو ما كان على جهل أو هوى. أما الرأي المذموم onu şu tanqid qilishga loyiq bo'lgan ra'yi, onun usuchu salaf ulamolarninki cheklimisi uni ustiga tushgan. Yo'q, bundoq qilsang bo'lmaydi, buni bosaq buni ilishga bo'lmaydi, bundoq tafsir qilishga bo'lmaydi degandek salaf ulamolarimizning cheklimisi nahiysi uni ustiga tushgan nima ra'iy nima deyilgan ra'il mazmun bo'ladi ekan. Bu salaf ulamolaricha bu xil ra'il mazmumning sohibiga biroz nim qanday qildi qattiqroq qattiq gap qildi. Nayt shana'u onu biroz unucho shana degan shaniyan degan sat ko'rsatish yaman nima qanday deydi mana va shana'u ala sohibi degan ay ra'il mazmunning sohibiga biroz ching to'di qattiqroq gap qildi demakchi. U ra'il mazmun bo'lsa bu jahli suqurilgan yoki havoyi havas usti qurilgan. Bu jihatdan salaf ulamolarimizning nahisi nima bo'ldi uni suchdi va ular bo'lsa u ra'il mazmunning sohibini qattiqroq gap qildi, qattiqroq til tekkizdi ularga. والذين حكوا الخلاف في الرأي لم يبينوا نوع الرأي الذي وقع عليه النهي ولو فعلوا لما احتاجوا إلى جعل قولين في هذه المسألة ثم ترجيح بينهما. Endi bu ixtilopatni hikoya qilganlar, ra'iy borasida ixtilopatni hikoya qilganlar o'sha bu ra'iyninki ining ustiga nahiy tushgan ra'iyning turini bayon qilmaydi. Ra'iy haqida ixtilopatni hikoya qilganlar vallazina hakaw al-xilafa fil ra'iy lam yubayyinu naw' ar-ra'iy allazi waqa'a alayhi an-nahyu ولو فعلوا لما احتاجوا إلى جعل قولين في هذه المسألة ثم ترجيح بينهما. Bu ra'iy barsa ixtilopatni hikoya qilganlar, bayon qilganlar, hikoya qilganlar. Onunga nahiy tushgan ra'iyning turini bayon qilmaydi. Agar ular o nimaninki ining ustiga nahiy tushgan ra'iyning turini bayon qilgan bo'lsaydi, valau fa'alu. Qanday qilgan bo'ladi? Bu masal borasida ikki qo'lni qilishga hojat tushmaydi. O ikki so'zni qilishga hojat tushmaydi. Bir masal ustida, bu masal ustida ikki xil qo'lni qilishga hojat tushmaydi. Olindan keyin o ikki qo'l ustida ikki qo'l orasida tarjih ham hojat tushmaydi deydi. وقد تورع بعض السلف عن القول في التفسير وكان لذلك أسباب كخشية القول على الله بغير علم والوقوع في الرأي المذموم وبعض سلف علماءlar tafsir haqida gap qilishdan o'zini biroz qochirdi. Tavarra, naiti taqvo bo'ldi. Vara, bu favqulodda nimada? Vara, bu taqvolikdan ustun maqom bu. Mutavarri, muttaqi, mu'min, muslim degandek. Eng yuqori darajasi mutavarri. Allohdan bekaraq, bu taqvo darajasi ustun. Tavarra degani. Tavarra, ya'ni mutavarri. Birinci derecedeki Allah'tan olan hışyet, tevarru, akıdın takva, akıdın mümin ve ona akısınca muslim, müşrimsiz. Ama ya da
o'zi qochirdi. Ba'zi salaf ulamalari tafsir haqida gap aytishdi. Buning uchun bir qancha sabab bor bunday qilishi. Nima uchun desa Alloh subhanahu va taologa ilmsiz bir narsani deb qilishdan qo'rqqanga o'xshash va ra'il mazmunga tushib qilishdan qo'rqqanga o'xshash deydi. Shu biroz ular o'zini qochirdi deydi. Qala Ubaydullah قال عبيد الله بن عمر لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليغلظون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع وعبيد الله بن عمر ديدو لقد أدركت فقهاء المدينة لقد أدركت قال لك yani laqad laqitu demekçi elbette men uşqaştım men Medine Munavvara'nınki fuqaha ulemalarla uşqaştım. Çuqum ulavuzcu bu nim qılıdı sal qattiq qoplarak buludu. Tafsir haqqidagi qavda sal qattiqroq buludu deydi. Qattiqroq çın turdu ular. Qattiq deydi. Ularning qatoridandir. Ash fuqaho al-Madina qatoridandir. Salim ibn Ubaydullah, Qasim ibn Muhammad, Said ibn Musayyab, Nafi ibn ibarat deydi. وكان بعضهم لا يقول في التفسير إلا بما بلغه ويكره القول فيه فيما لم يبلغه فيه أثر عمن سبقه ومن ذلك ما رواه يحيى بن سعيد عن ابن المسيب لأنه لا يتكلم إلا بالمعلوم من القرآن. Ularning ba'zisi tafsir haqida hech gap ochmaydi. Lekin lam ashlarning quloqi yetgan bilan nimani anglagan bo'lsa, sahobalardan shuni shu vaqtda gap qiladi. Elingdan ortiq faqat gap qilishga unmaydi deydi. Va yomon ko'rdi. Bu tafsirda gap qilishni ularcha o'zidan ilgakilardan bir asar sahobalardan bir asar yetmagan mandaq bir narsa haqida o tafsir borisi gap qilish uchun tafsirga til uzatishdan o'zini qochirib u vaqt gap qilishni yomon ko'rdi deydi. Shu o'zining ilgakilardan bir asar yetmagan narsa haqida o tafsir borasida gap qilishni yomon ko'rganlarning qatoridandir. Ma ravahu bir rivoyatga uni Yahya ibn Said deyish rivoyat qilgan deydi. U kishi nimadan Ibn Musayyabdan rivoyat qildi. Cho'qim bu nima Ibn Musayyab gap qilmaydi, so'z ochmaydi, lekin lam illa fil ma'lumi minal Qur'on. Qur'onda ma'lum bo'lgan, aniq, rasmiy va muayyan bo'lgan mush narsati haqida gap qiladi. Bo'lmasa g'ayrida ortiq gap qo'shib o'z ra'yi bilan mandaq julgil unmaydi, gap qilmaydi deydi. ويظهر أن هذا المسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير كعبد الرزاق وابن أبي حاتم وسفيان بن عيينة وغيرهم ممن كتب عمن سلفه ما وصله من آثارهم دون أن يكون له عليها تعليق. وأشكر olurçukum bu meslek, bu tutkan bu yol, bu manga yol bir qancha imomlarninki bu bir qon etganidir. Sani'u adadin bir minal a'imma bir qancha imomlarninki sanoqliq bir qancha imomlarning tutgan yo'li qilgan aytgani bu. Ki ular tafsirni yozgandilar ular. Abdurrazzaq ibn Abi Hatem, Sufyan ibn Uyeyne va bularga o'xshash. Bular kim desa, bular o'zidan ilgakilardan shu ular yetgan narsaning o'zini yozganlardi. O'zidan ilgakilardan mimman kataba amman salafahu ma wasalahu min asarihim.
Ularning çoğu asarlardan ular yetki ular o'zining ilgakilardan elib yozganlardan bular. Onun uchunchu duna an yakuna lahu alayha ta'liqun. Onun hech qanday bir ta'liq bermasdan mush ilgakilardan yetganning o'zini yozganlarning qatoridan deydi. وكان الإمام أحمد ممن نهى عن الكتابة في معاني القرآن ولعل نهي الإمام جاء بعد وقوع فتنة التأويل في كلام الله سبحانه وتحميل النص القرآني معاني غير مرادة فيه كما فعل المعتزلة وغيرهم. وإمام أحمد بن حنبل olsa bir kişinin qatarınca bu Kur'an'ın mənisi haqqında kitabetten, yazıştın çəkilən kişinin qatarından doğru bu kişi deydi. Ümid ki bu İmam Ahmad ibn Hanbal'ın bu çek koyuşu çekilişi keldi bu çek nehi kaçağınsa Kalamullah Subhanah Allah Subhanahu Taala'nın kalamındaki tefsirini ki muşnunki fitnesi yüz bergen vaktin kin meydan kıyam çek olması gerek bu. Bu fitne Kur'an mahluk mu, halik mu, aş mevzuda bu hulapalar tarafından qattiq bu odam aziyat tortib nurg'un turmud etib masalan zindonlarda oxiri shu tayoq zarbasi degandek turmud degandek o'lib ketadigan odamlar bu nihoyatda qattiq bir o'rnak bo'lgan musulmonlar xususan olim ulamolar uchun nihoyatda sobit bir maydonda turishda bir o'rnak namunadek bir odamdan birisi endi bu. Bu kişi şu Kur'an-ı Kerim'nin Allah subhanahu ta'ala'nın kelamı hakkındaki tevil yani tefsir kılışının şunun fitnesinin ki yüz bergendiğin bu yüz bergenmesi gerek bu adamın bu nehisi. Ve Kur'an'ın ki neslerini o Kur'an'da için maksat kılınmagan managa yüklegen dinkin. Kur'an'daki neslerini için o Kur'an'da maksat kılınmagan başka mana Kur'an'ın nesli bir yerde qartılgan ma'ni bir yoqda. Mana o'sha shu Qur'oni Karimda maqsad bo'lmagan ma'nolarga nasni yuklagandan keyin anandaki mushtaq ishlar yuz bergandan keyin bu bo'lmabdi deb yurib anandan keyin bu nimaga Imom Ahmad ibn Hanbal degan kishi Qur'oni Karimning ma'nosi haqida yezishdan chaq qo'ygan kishi deydi. Qandaqki uni Mu'tazila va uningdan boshqalar shunday qilgan deydi. Kur'an-ı Kerim'nin neslini Kur'an-ı Kerim'de maksat olgan, bulmagan, başka yer qartıp, başka yer yüklegen, mandaq ahvallar bolgan deydi. قال الإمام أحمد لأبي عبيد القاسم بن سلام بلغني أنك تؤلف كتابا في القراءات أقمت فيه البراء وأبا عبيدة أئمة تحتج لهم في معاني القرآن فلا تفعل. İmam Ahmed teptide Ebu Ubeydül Kasım ibn Salam diye adam gel. Man yetti. Hakikaten sen bir kitap izletipsen sen. Kıraat barısı da. Onun da İmam Parra ve Ebu Ubeyde diye işlerinin uzunca Kur'an-ı Kerim'nin manisini hüccet kılış boğdek şunun yaramlık alim İmam Parra nahvi ve sarf alimler hem de bu. Deb muyndaq bularni bir protivsa, unda qilma deb. فلا تفعل. ومما يوضح هذا المنهج عبارة الشيخ الإسلام التي نقل فيها كلام الإمام أحمد في البراء. وبو منهجنا روشل شروق الناس قطارندور شيخ الإسلام ابن تيمين'in ki ibaretleri ki vaqtda Ahmad ibn Hanbal'ın kelamını çok Parra hakkındaki İmam Parra hakkındaki İmam Ahmad ibn Hanbal'ın kelamını nakil kılıngan ibareleriydi. Sen bularni Kur'an-ı Kerim'nin ma'nisini çok ma'nisi için hüccet kılışta imam kılıpsa bunda kılma degan so'zni debdi. Mesela Papi kavli Teala Fazakkir in nefa'atiz zikra. Nakala el İmam İbn Teymiye kavlel Parra'i.
ومن تبعه وهو إن نفعته وإن لم إن نفعته إن نفعت وإن لم نتبع آه، وهو إن نفعت وإن لم ندفع وإن لم ندفع ha. O Allah subhanahu taolo'niki sizda. Qaysi bu Shayxul Islomniki, Ahmad ibn Hanbalniki kalamını naql qilgan bu ibora İmam Parraqidiki. Ne qachon qaysisi Allah Taoloning so'zidagi fazakkir inna fa'ati zikra. Onu mu'minlarning o'zini eslatgan. In nafa'ati zikra. Agar bu zikra, bu davet, irshad, bu ishlar, tabliğ ahkam payda qilgan bo'lsa, boshqalarga buni eslat, tazkir qilgin degani. İmam İbn Taymiya bu Parraning bu so'zini naql qildi. Va va man tabi'ahu va u Parraga agash kelgan kishining so'zini naql qildi. Nim dedi bu İmam Parra desa in nafaat. Agar bu zikra nafi qilmos, payda qilgan bo'lsa, uni tazkir qilgin va illam nadfa. Gerçekdeki nafa'a. Ve illem tenfa. Oskar ve illem tenfa. Çıktı. Eğer nafa payda qilgan bo'lsa, shu zikra shundoq qilgan. Va illam tanfa. Va gerçindeki va agar payda qilmagan bo'lsa uchu vaqtda sa o zikrani, o da'vat chiqishlarini uni qanday qil? U vaqt payda qilmag'idek ahvol vaziyat shunaqa bo'lib qolsa, uni sen tazkir qilma, da'vat, irshodat, tabliğ qilma degan chiqamdi deb İmam Ahmad ibn Taymiya bu İmam Parraning bu tushunchisini mundaq bayon qildi. ثم قال بعد ذلك معقبا وهذا الذي قالوه معنى صحيح وهو قول البراء وأمثاله لم يقله أحد من مفسري السلف ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر على البراء ما ينكره ويقول كنت أحسب البراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن. آنندن كندده بعد ذلك معقبا kim u İbn Şeyhülislam taqib bergan holda mush gapga azroq bir gap qistirgan holda bu so'zga buni degan bu so'z nihoyatda ma'nosi to'g'ri. U İmam Parraning so'zi, İmam Parraning o'xshashlarining so'zi. Ammo buni salaf ulamolaridan bo'lgan tafsirshunoslardan hech biri bundoq degan emas. Fazakkir in nafa'at zikra va illam tanfa. Bu bundoq degan emas salaf ulamolardan. Mushatin İmam Ahmad ibn Hanbal va İmam Parrag'cho inkor qildi deydi. Mushatin bo'ldi İmam Ahmad ibn Hanbal inkor qildi İmam Parrani ma yunkiruhu. U inkor qilgan narsaning o'zini inkor qiladi İmam Parra inkor qilganni İmam Ahmad ibn Hanbal bu inkor qildiki bu odamning bu tushunchisini inkor qiladi deydi. Va deydiki İmam Ahmad men İmam Parrani nihoyat yaxshi odam deb o'ylab ekanman. Hatto ko'rdim men u odamning kitobini Qur'oni Karimning Ma'anil Qur'ondagi Qur'oni Karimning ma'nosi haqidagi u odamning kitobini ko'rgan qadar men u odamni yaxshi odam deb o'ylab ekanman. Am qarab baqsam undoq emaskan. debdi. وهذا الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرى. Bu degani qaysi? Ay va illam tanfa degan iborat. Dedi ular İmam Parra va İmam Parraning amsali o'xshashlari dedi ular uni. Bu ki dedi ular u degan bu yani shu va illam tanfa degan iborat bu yeni bir oyat bilan
uqtirilgan gap bu. Bu olsa endi ve huve ma'lumun bil ısrari min emri Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bu olsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruqlarından nimdir bu olsa ma'lumdur. Ma'lum bil ısrari min emri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O ma'lumdur. Nimden? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrden, ısrardan bo'lgan ma'lum bu. فإن الله بعثه مبلغا ومذكرا لجميع الثقلين الجن والإنس لكن ليس هو المعنى في هذه الآية. Çukum Allah subhanahu teala Resulullah aleyhisselatü vesselam için mübelliğ evet. Ve bu iki mahlukka, cin ve insanların hemmisini için bunun için müzekkir kıp ve bunu evet, bu kişi evet. İnsanlığa, cinga peygamber kıp evet. Lekin bu olsa bu ayet mana bu emas deydi. Hoş ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.